Bir dona marjon, bir parcha sim, cheklanmagan fantaziya, mo'jiza aynan shundan boshlanadi. Qahramonimiz Omonova Muxlisaxon 12-maktabning 9-sinf o'quvchisi. Muxlisaxon, yozgi ta'tilni qanday o'tkazyapsiz? Yozgi ta'til juda ham maroqli o'tmoqda. Ikkita fandan repetitorga boraman. Kimyo hamda biologiya. Ulardan bo'sh vaqtimda o'zimning qiziqishlarimdan kelib chiqqan holda korona, bodok, tillaqosh, diadema, gul, buket gul, donavoy gullar yasab turaman. Taqinchoqlar yasashni qanday boshlagansiz? Bir kinoyim taqinchoqlar yasar edi. U kinoyimlarga juda ham havas qilganman. Yasaganiga juda ham qiziqqanligim tufayli o'rganganman va internet tarmoqlaridan boshqa turdagilarni ham o'zimning qiziqishimdan kelib chiqib yasayman. Bir dona sirg'a yoki tillaqosh yasash uchun qanday bosqichlarni siz amalga oshirasiz? Bosqichini agarda 3 turga bo'lib oladigan bo'lsam, birinchi o'zimning didimdan kelib chiqib tillaqosh tanlayman. Keyin o'zining ranglarini tanlayman va bozordan xarid qilib kelib, u tillaqoshlarni yasab boshlayman. Mana shunday taqinchoqlarni yasashda o'lcham va hisob-kitoblar qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Agarda taqinchoq yasaydigan bo'lsam, uni daromad qilish uchun ham hisob-kitob kerak bo'ladi. O'lchamlariga keladigan bo'lsam, misol uchun tillaqosh yasasam, yonlariga zanjir qiladigan bo'lsam, bir tekisda o'lchasam, ikkalasi bir xil bo'ladi, did bilan chiqadi. Agarda o'lchamasdan ikki xil qo'yadigan bo'lsam, u did bilan chiqmaydi. Hamgisi bozornikiga o'xshab chiqmaydi. Mana shu tillaqoshni yasash uchun qancha xarajat qilasiz va uni bozorda yoki xaridorlarga qancha narxda sotishingiz mumkin? Bu tillaqoshimga 40 ming, 45 mingcha xarajat qilaman va bu bozor narxlarida o'rtacha hisobda 70 mingdan 100 minggacha sotiladi. Ranglarni tanlashda nimalarga e'tibor berasiz? Ularni ranglarini bir-biriga uyg'unligini qanday bilasiz? Ranglarni uyg'unligi o'zimning didimdan kelib chiqqan holda bo'ladi. Ya'ni maslahat olishlarim bu onam sababchi. O'zimning oyijonimdan maslahat so'rayman. Misol uchun, ularga ranglarini so'rayman. Tillaqoshlarning o'zini yasalish jarayonlarini internet tarmoqlaridan ko'rib o'rganaman. Xaridorlaringizning fikrini ham inobatga olasizmi? Albatta olaman. Misol uchun, kelinlar uchun yasaydigan bo'lsam, ularning ansambllarining rangiga, ularning ham didiga qarab inobatga olaman. Ish jarayoningizni boshlaganingizdan shu bugungi kungacha eng chiroyli ish haqida gapirib bera olasizmi? Eng chiroyli ishimni mana bu dasturxon gulni deb olaman, chunki buni yaqinda yasadim. Bundan kichkinaroq narsalar ham yasaganman. Bu dasturxon gulni o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Buning narsalarini Toshkentdan dadam bilan Chini bozordan olganmiz. Idishini alohida olganman. Ichida o'zi pena qo'yilgan bo'ladi va uning ustiga izolondan yashil ko'rinmasligi uchun, orqasini ham ochib turish uchun yashil dumaloq izolon yopishtirganman. O'zimning didimdan kelib chiqqan holda zarli gullarni tanlab, gullarini birin-ketinlikda sanab, ya'ni chetida 6 ta, 4 ta, 3 ta, bitta qilib yasaganman. Tengdoshlaringizga qanday maslahat berasiz? Tengdoshlarimga yozgi ta'tilni juda ham maroqli o'tkazishni, ya'ni o'zining qiziqqan sohalari bo'yicha ketishini, kelajagi uchun o'zining repetitorlarga borib tayyorlanishini yokida agarda o'qishga qiziqmasa, o'z hunarlari sohasidan ketishini xohlayman. Kelajakda kim bo'lishni orzu qilasiz, Muxlisaxon? Kelajakda tibbiyot sohasi, ya'ni pediatr, bolalar shifokori bo'lishni orzu qilaman. Ushbu tashakkurnomaga ko'zim tushdi. Qayerdan, kim tomonidan berildi? Kecha ertalab Ishbilarmon ayol nomli tanlov bo'lib o'tdi. Bu tanlovda o'zimning yasagan narsalarim bilan ishtirok etdim. Mana shu tadbirda taqdirlashdi. David Yurman faoliyatini qo'lida yasalgan taqinchoqlar bilan boshlagan. Keyinchalik uning nomi dunyoga mashhur zargarlik brendlaridan biriga aylangan. Balki keyingi mashhur brend aynan shu yerda yaratilayotgan. Sayxunobodliklar yozgi ta'tilni shunday o'tkazishmoqda. Sardobaliklarchi?